Assalomu alaykum. Demak, ma'rif va ta'rif 2026-savollar to'plami birinchi variant 8-savolda hal qilishni boshlaymiz. Demak, 8-savol quyidagicha. A teng B plus C reaksiya bo'yicha 22,4 litr idishga 2 mol A gaz joylashtirilganda bosim 0,8 atmosfera bosimi bo'ladi. Bosim 1,2 atmosfera bosimiga yetganda muvozanatga keldi. Sistemaning muvozanat konstantasini hisoblang. Demak, birinchi o'rinda nima bo'lyapti? Xo'p. O'zi idishdagi dastlabki bosim, ya'ni A moddadan 2 mol joylashtirilganda dastlabki bosim bizda 0,8 atmosfera bosimini beradi. Ma'lum vaqtdan keyin bu idishda bosim 1,2 atmosferani tashkil etdi. Bu nima degani? Bizda bosim ortishi mol ortishiga to'g'ri proporsional. Ya'ni sistemada agar bosim ortdimi, bu degani modda miqdori ham ortadi degani. Bosim necha marta ortgan bo'lsa, modda miqdori ham shuncha marta ortgan. Demak, men 1,2 ni 0,8 ga bo'laman. Bizda 1,5 chiqadi. Bu bosimning necha marta ortgani. Demak, bosim bizda 1,5 marta ortgan bo'lsa, modda miqdori ham 1,5 marta ortgan bo'ladi. Endi yozamiz. A teng B plus C sistemi boshlang'ich sarflandi va qoldi. A moddadan 2 mol olib kelinganda va undan x mol sarflandi. Qancha qoldi desak, 2 minus x. Endi bulardan qanchadan hosil, ya'ni B va C dan x moldan hosil bo'ldi. Endi shu holatda bo'ladigan bo'lsa 2 minus x plus x va yana x. Bu 2 va x bu yerdan kelgan bo'ladi. Shunda dastlabki bosim 2 edi, unga nisbatan 1,5 marta ortgan bo'lsa 3 bo'lib qolgan. Sistemani ishlaydigan bo'lsak 2 plus x teng 3 ga. X ning qiymati 1 ga teng bo'ladi. Demak, bizda bu 1 mol ekan. Bu ham 1 mol ekan. Buni qolgani ham 1 mol ekan. Endi Km topish uchun Km da moddalarning konsentratsiyalarini qo'yaman. B ko'paygan C taqsim bizda hech qanaqa koeffitsient yo'qligi uchun ularni ifodalamadim. Teng 1 taqsim 22,4 ko'paygan 1 taqsim 22,4 bo'lingan 1 taqsim 22,4. Bu bilan bu qisqarib ketsa 1 taqsim 22,4 bizda muvozanat konstantasi bo'ladi. Bizda javobimiz B javob. Endi 9-savolga keladigan bo'lsak, 9-savolimiz quyidagicha. 400 gram 10% natriy gidroksid eritmasida qancha suv bug'latilsa, eritmadagi atomlar soni 2 marta kamayadi. O'zi avvalo natriy gidroksid eritmasini ajratib olamiz. Natriy gidroksid eritmasida natriy gidroksid va suvdan iborat bo'ladi. 400 gram 10% degani bu 40 gram, bu 360 gram degani. Xo'p, 40 gram natriy gidroksid bizda 1 mol bo'ladi. 1 mol tarkibida 3 ta atom bor. 360 gram suv bizda 20 mol bo'ladi. Hop, 20 mol. Uni tarkibida 60 ta atom bor. Endi bizda suv bug'latilishi hisobiga, ya'ni natriy gidroksid bu degani natriy gidroksid o'zgarmaydi degan. Ya'ni suv bug'latilishi hisobiga eritmadagi atomlar soni 2 marta kamaydi desa, natriy gidroksid hali ham 40 gram qoladi. Eritma u 1 mol 3 ta atom. 3 ta atom. Suv qancha gramligini bilmaymiz, molini ham bilmaymiz, faqat atomlar sonini bilamiz. Bu yerda jami 63 ta atom bo'lsa, uni 2 ga kamaytirsam 31,5 ta atom bo'lishi kerak. Demak, undan 3 tasi natriy gidroksidga tegishli bo'ladigan bo'lsa, qolgan 28,5 tasi suvga tegishli bo'ladi. Uni 3 ga bo'lsam, suvni miqdori chiqadi. Suv 9,5 mol bo'ladi. Endi uni massasi, uni 18 ga ko'paytiramiz, 171 gram bo'ladi. Endi bizda umumiy suv 360 gram edi. Undan 171 gramni ayrsam, menda 189 gram suv bug'latilgan bo'ladi. Demak, javobimiz D javob.